iPhone 7 olishga ulgurmagan bo'lsangiz, Sharxonda atga 2.300.000 so'mdan 17 Pro Max sotib olsangiz bo'ladi. Sharxonimizdagi ishonch do'koni bozordan ko'ra smartfonlarni ancha arzon narxda chiqarib qo'yibdi. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Hozirda trendda bo'lib turgan Honor 9D 5G telefonimiz. Tepalikdan tushib kelsa ham ancha-munchaga sinmaydi. 12 oyga atiga 479.900 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu tomonda ko'rib turishingiz mumkin Samsung telefonlarimiz. Misol uchun ushbu ko'rib turgan telefoningiz Samsung A7 telefonimiz 12 oyga atiga 165.000 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ishonch savdo do'konida assortiment juda ham ko'p. Redmi'ga qiziqadiganlar uchun ko'rib turibsiz, juda ko'p assortimentda Redmi'larimiz bor. Misol uchun Redmi A3 telefon 97.100 so'm. Menimcha kuniga 3.5 mingdan tushadi. Oxirgi modellardan biri Redmi 14. Xo'p, narxini ko'rib turibsiz, 234.500 so'm. Nima deysiz, bosib oladigan joyi. Va nihoyat iPhone telefonlarimizning narxiga keldik. Ushbu ko'rib turganingiz 17 Pro Max. Narxi 12 oyga 2.346.800 so'm. Agar naqd pulga olaman deysiz, 19.832.400 so'm. Narxini bemalol bozor bilan solishtirib olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari ko'rib turibsiz, 16, 15 telefonlarimiz ham bor. Samsung legenda deydigan akalarimiz uchun S25 Ultra telefonlarimizni ham topishingiz mumkin. Oyiga atiga 1.434.000 so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu yerda hech qanday ribo aralashmay to'lov kundan o'tib ketib qolsa ham pena tug'maydi. Manzilimiz hamma bilgan o'sha Tilla bozorda yonginasida joylashgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing.